banda qabrga qo'yilib uning yaqinlari qaytib ketgach, ikki farishta kelib uni o'tkaztiradi va undan bu Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqida sen nima deysan? Nima der eding hayotlik vaqtingda deb so'raydilar. Mo'min kishi albatta Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni hayotligida sevgan, sunnatlariga imkon qadar go'zalcha amal qilgan har bir mo'minning javobi quyidagicha bo'ladi. Men guvohlik beramanki, u Allohning bandasi va rasulidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni Allohning bandasi va rasuli ekanligini men tasdiqlayman deb mo'min odam javob beradi. Shunda unga do'zaxdagi joyingga qara. Do'zaxdagi joyingga qara. Alloh uni senga jannatdagi joy bilan alishtirdi deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan hayotdagi muhabbati sababli va qabrdagi savol javobida Payg'ambarimizni tasdiqlashi bilan ahli do'zaxiylar qatoridan chiqarib jannat ahliga mana shunday munosib ko'rilishligini Alloh taolo eng yaxshi joyni tayyorlab qo'yganligi xabari beriladi dedilar.